Dikkat dikkat. Qibray tumani Yonar mahallasi, Qurish mahallasiga joylashgan go'shtdo'konga murojaat qilamiz. Marhamat. Mana bu zelenlari ham bor. Ana. Har bir narsasini maza qilib, ana ko'chatlar bor ekan. Bu yerda toklar bor ekan. Marhamat qilasizlar. Ana qiynalib yurmaysizlar, uzoqqa borib mana shu kelasizlar mana. Oxurim magazini. Mana ko'chatlargacha, pomidor ko'chatigacha bor mana. Mana qaranglar. Bemalol uzoq bo'lmasin, mana videoga olib beramiz bu yerda. E'lonchi, kichkina e'lonchi, to'g'ri ma'noda qabul qilsizlar. Mana qiynalib uzoqqa bormaylar, mana shu kechalar. Oxir magazin, mana go'shtlarni qarang. Xo'p, aka narxini aytib yuboring. 120 bo'ldi, xo'p. 120 ni. Yaqin go'sht turibdi. Kurishda mumkin. Bu 2 kun 120 sotar ekan. Aksiya bo'tgan ekanda, mayli. Ichkarilik kerakmi, kerak emasmi yo'qdir? Oldim, juda oldim. Bo'ldi, e'tibor uchun rahmat, baraka topinglar. Marhamat qilinglar, kerak bo'lsa, biza uzoqni yaqin qilib beramiz-da. Bu reklama qilib ana qilishman bu yerda. Soqqa ishlash emas, burasi xolis odamlarga yaxshilik qilish. Baraka topinglar. Mana, marhamat qilasiz. Qibrayda tumanida Qurish mahallasi Oxunov magazinda. Masjid yonida mana.